Do'stlar, bugun sizlarni mamlakatimizdagi eng yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri Sorbonne universiteti va bu yerdagi shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishtiraman. Universitet birinchi qavatida ikkita ma'ruzalar zali joylashgan va ularning har ikkisi 100 dan ortiq talaba sig'imiga ega. Shuningdek, birinchi qavatda barcha talabalarning deyarli har kuni ishi tushadigan registrator ofisi, shu bilan birga devonxona va arxiv joylashgan. Ikkinchi qavatda esa siz ko'rib turgan mana bunday katta faollar zali, 3 ta IT xonasi, o'quv xonalari, shu bilan birga talabalar oshxonasi joylashgan. Biz 3-qavatdamiz va ushbu qavatda yurisprudensiya yo'nalishi talabalari amaliyot o'tashlari uchun tashkil etilgan sud zali, o'quv xonalari, kafedra bo'limi va rektor xonasi joylashgan. 4 va 5-qavatlar ham o'quv xonalaridan iborat. Sorbonne universitetida kosmetologiya yo'nalishi mavjud va 5-qavatda ushbu yo'nalishda tahsil oluvchi talabalar uchun 2 ta maxsus o'quv xonalari tashkil etilgan. Sorbonne universitetida jami 4 ta lift bor. Talabalar ham, ustozlar ham barcha liftlardan bemalol foydalanishlari mumkin. Biz esa hozir 6-qavatga chiqdik. 6-qavatda esa 2 ta IT xonasi, o'quv xonalari, registrator ofisi va mana bunday shinam kutubxona joylashgan. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, Sorbonne universitetida talabalar uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Oliygoh zamonaviy moddiy-texnik baza bilan ta'minlangan. Talabalar esa ushbu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda sifatli ta'lim olishmoqda.